O'zbeklarga gapirsa qilmaydi. Shu so'zga aytman. Ana shu qancha. Rahmat. Assalomu alaykum xonim. O'zini ko'rgan do'stlar, do'stlarga gapirdim. O'z vaqtida bu odam mana shuncha katta ish qilib berganlar. Chunki bizani tilimiz ham bir emas, to'yg'imiz ham bir bo'ldi. O'z vaqtida mana aytganlar, shu sizni joyingiz boshqa joyda boring. O'sha Betlik bu joylar hammasi sizga tog' bo'ladi. Ben tushunadiganlar. Chunki odamlar birinchi ish kelgan keyin hech qayerga qo'yib yubormoqchi emas edi. Lekin shu odamlar meni yuragimda ruhlari emas, o'zlari tiriklar. Mana shu bu ota tengi mana shunchalik ko'p bergan inson shuning uchun hamma vaqt abadiy mana bo'lgan. Biz uchun bizning oilamizga quda emas, haqiqiy do'st, haqiqiy ota, haqiqiy aka bo'lganlar. Ruhlari shod bo'lsin, bizga madad bo'lsin. Hammaga rahmat deb